Qora guruch. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Xorazmlik dehqonlar qora guruch yetishtira boshlashdi. To'g'ri, O'zbekistonda sholining oq, sarg'ish, qizg'ish rangda bo'lishiga ko'pchilik o'rganib qolgan. Biroq dunyoda qora rangdagi guruch ham borligi va uning foydali jihatlari haqida hamma ham bilavermaydi. Muxbirimiz bu haqda batafsil to'xtaladi. Biz oq guruch haqida ma'lumotga ega edik. Mana shu ko'rib turgan tajriba dala maydonida bo'lsa, mana shunday qora guruch yetishtirilmoqda. Bu guruchlar Xitoydan olib kelingan va o'z navbatida inson salomatligi uchun har tomonlama foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xorazmda qora guruch yetishtirish borasidagi sinovlar bir necha yil oldinroq boshlangan edi. Joriy yil esa Urganch tumanida ushbu tajriba muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Ayrim xalqlarda mahalliy taomlar va milliy oshxonalarda qora guruch muhim o'ringa ega. Qora guruchni yetishtirish endi xorazmlik fermerlar uchun yangi daromad manbaiga aylanmoqda. Yangiliklarga intilish maqsadida qora guruch sholi navini olib kelib ekkanmiz. Bunga asosan viloyatimiz hokimi bilan Xitoy davlatına delegatsiya bo'lib borganimizda Xarping viloyatida tajriba uchun o'rganib ko'rdik. Antioksidantlarga boy bo'lganligi, qon bosimi kasalliklarini yordami bo'lganligi sababli shu narsaga qiziqdik. Tajriba asosida olib kelib ekdik. Bizning Xorazm sharoitidan bo'ladi ekan. Klaster tomonidan 2000 tonna bug'doy urug'i, 500 tonna guruch urug'lari yetishtirib olingan bo'lsa, endilikda xorijiy qora guruch navi urug'likka hozirlandi. Olib borilgan tajriba o'zini oqladi. Eng ko'p oqsil moddasi bo'lgan guruchlarimizdan biri. Keyingi yilda 5 gektar yerga mo'ljallab turibmiz. Bu urug'lik bo'lib tayyorlandi. Viloyatimizda, respublikamizda katta maydonlarga ekishga tayyorlab turibmiz. Yaxshi tarafi bug'doyni o'rib olgandan keyin ikkinchi ekin qilib eksa ham bo'ladi. Prezidentimiz Xorazm viloyati tashriflarida sholadan yuqori hosildarlik olishni topshiriq qilib berganlar. Innovatsion yondashuv qilish, qolaversa ilmni olib kelish birinchi marta shu narsani O'zbekistonda qilib ko'ryapmiz. Hali tajriba bo'lsa ham hozir 95 sentnerdan yetkazdik shu yerda. Bodomni hidi keladigan xushbo'y hidi bor. Birinchi yilimiz 95 sentnerdan olgan bo'lsak, xuddi prezidentimiz aytganda 100 sentnerdan oshirib eksport qilishni ham niyat qilyapmiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, qora guruch parhezli mahsulotlar sirasiga kiradi. Xorazmda klaster tomonidan yetishtirilgan ushbu nav agrar sohadagi ijobiy o'zgarishlarning yorqin namunasidir. U nafaqat yangi ish o'rinlari, balki eksport tushumi, innovatsiya va tabiiy mahsulotlar bilan bozorni boyitishga xizmat qilishi aniq. Muhtaram yurtdoshlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.